tortma chagani qanaqa qilib quyilishlarini sizlarga bosqichma-bosqich ko'rsatib beramiz. Devorga biz mana shunaqa yechim berdik, ya'ni neoklassik stilni eslatuvchi ramkalar, 2 qavat ramkalar berganmiz. Hozir kecha mijozimizga taklif bergandik. Ramkalarning yakunlanish jarayoniga biz qolib berganmiz. Loymi? Suyagina, legina. Suvi bo'lishi kerak loyimizni. Suvi bo'lishi kerak. Shunda yonlaridan toshib, izlari butun bo'lib chiqadi.